balki fikringizni o'zgartirarsiz, Amirul Mo'minin. Xolidni Shom qo'shini qo'mondonligidan oldingiz. Odamlar Umar nega doim Xoliddan ayb qidiradi deyishyapti. Men hech kimdan ayb qidirmayman. Boshqalardan talab qilganimni undan ham talab qildim. Amirul Mo'minin men sababli Shomni fath qildi. Keyin Qinnisringa vali bo'lishimga rozi bo'ldi. Shom oppoq undek toza, asaldek shirin bo'lgach, meni chetlashtirishdi. Sabr qiling, hojam. Fitna bo'ladi. Umar tirik ekan, fitna bo'lmaydi. Ey Abu Dardo, Umar vafot etsa, u to'xtatib turgan muammolar avj oladi. Men undan ranjigan edim. Lekin kasal bo'lganimda mulohaza qilib ko'rdim. Umar har bir ishida Allohning roziligini istagan ekan.